Bugun yuragingiz uchun bir bora kulib qo'ydingizmi? Hali ulgurmagan bo'lsangiz, tabassum qiling. Biz esa mavzuda davom etamiz. Texnika ahamiyatlimi? Albatta ahamiyatli. Bizada markazimizda bu narsani tashxislash avtomatik rejimga qo'yilgan. Ya'ni aorta qavatlanishga shubhali bemor kelsa, bizani mana qabul bo'limidagi kardiologlarimiz, reanimatologlarimiz aniq o'z qadamlarini biladi. Biz shular bilan kelishib olganmiz, maxsus protokol yaratganmiz. Bu borasida bizda hozir ilmiy ish ham olib borilyapti. Kollegamiz bor. Doktorlik dissertatsiyasini yozyapti. Nima qilinadi? Ultratovush tekshirish qilinadi. Qavatlanishga shubha paydo bo'ldimi, bemor kompyuter tomografiya, angiografiya laboratoriyasiga olib boriladi. Kompyuter tomografiya qilib, shu qavatlanish darajasi aniqlaniladi va qavatlanish tashxislansa, bu bemor to'g'ridan to'g'ri operatsionniyga olib borilishi kerak. Bu ekstremlimi yo rejali? Ekstrem. Shoshilinch 100% ekstremli patologiya. Ya'ni u har lahza g'animat degan holat, bu hech qanaqa planli bo'la olmaydi.